Assalomu alaykum, bizning hurmatli kuzatuvchilarimiz. Kunlaringiz fayzli va barakali bo'lsin. Har bir kunga shukr. Biz savdomiz zo'r oldi, Xudoga shukr. Alhamdulillah. Keyin undan tashqari sizlarga bir ikki narsalarni aytsak edim. Ko'p savol berib tursizlar, qachon kelasiz? O'zim ham bilaman, xudo xolsa ishlarim bitsa, tez orada Xorazmda ko'rishamiz. Sizlar uchun doimo duodaman. Men uchun ham duoda bo'linglar. Dualarımızı icabat etsin Allah'ımız dergahında. Sizler en yaxşı yorug' tilaklarni tilab qoluvchi Bahrombek hurmat ehtirom ila xursandman. Nima deydi, bu dunyoda hammamiz mehmonmiz, o'zingiz bilasizlar. Bu dunyo o'tkinchi narsalar uchun, bu dunyoning moli dunyosi uchun bir-birini xafa etib yotganlarni ko'rib turibmiz, birovni dilozorlik etganlarni ko'rib turibmiz. Lekin aytchaqim har kimga insof bersin, diyonat bersin. İlacı baricha bir-birimizni podдержка etib qo'llab-quvvatlab yashaylik. Mehr muruvvatimizni hech qachon darig' tutmaylik bir-birimizdan. Sog'